onajonlar bayrami, yo'llariga poyandoz, dasta gullar boylama. 8-mart bugun faqat onalar bayrami, qizlar esa bu bayramni bizniki deb sayladi. Qizlar balon yig'sar, sovg'a olmaysizlar, chunki 14da bizga bermagansizlar. Qizlar ayyorslar, sovg'amizga zorslar, 3 yildan beri bizni aldaysizlar. Qizlar, sizda inson bormi? Bezay bo'lib so'raysiz, sovg'a olishdan oldin berishni ham bilmaysiz. 8-mart bugun, kalendarda boshi yo'q bugun, qaysi bola sovg'a bersa bo'lib ketsin. Nima? Chuqurlash